nadomatki yaratganga yolvorib Kanalimiz kuzatuvchilari mana shu videoga diqqat bilan qarang. Bu kim? Nozima Akmal qizi. Koreyada vafot etganmiz. Bu qizda nima ayb edi? Kommentariyada o'z fikrlaringiz, izohlaringizni qoldiring. Albatta like bosib qo'ying, ko'proq inson ko'rishligi uchun. aytib ber. Notinchlikning peshonasi sho'rg'li dunyo aqlim sor yig'latgan zo'rg'li endigina eding go'rg'li hammasini Allohimga aytib ber. Aytgin barcha shaytonga ulfatlarni yosh boshingga tushgan g'am kulfatlarni o'laksalar izlagan kalxatlarni hammasini Allohimga aytib ber. Aytgin barcha shaytonga ulfatlarni yosh boshingga tushgan g'am kulfatlarni o'laksalar izlagan kalxatlarni hammasini Allohimga aytib ber. Tug'ilsayding o'zbek degan millatda yashar eding, minnati yo'q rag'batda hurgina jon endi borib jannatda hammasini aytib ber.